Endi siz o'zingizni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazishingiz yanada osonlashdi. Hattoki doimiy ro'yxatdan o'tish uchun xonadon egasining yaqin qarindoshi bo'lishingiz ham shart emas. Bu to'g'risida yangi qonun qabul qilindi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Senati tomonidan 2025-yil 25-yanvar sanasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va chet el fuqarolarining yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida qonun qabul qilingan edi. Bunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar hamda chet el fuqarolarini doimiy ro'yxati va vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish tartibga solingan. Ushbu tartibga solish bo'yicha qonunda belgilab o'tilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar yashash joyi bo'yicha va hamda turgan joyi bo'yicha kelgan kunidan e'tiboran 10 ish kuni mobaynida doimiy ro'yxatdan o'tishlari shart etib belgilandi. Bunda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan, uy-joy kodeksida belgilangan har bir fuqaro uchun sanitar norma, ya'ni 16 kvadrat metr hamda nogironligi mavjud va aravachalarda harakatlanadigan fuqarolar uchun 23 kvadrat metrdan iborat bo'lgan joy maydoniga doimiy yoki turgan joyi bo'yicha vaqtincha ro'yxatga olinadilar. Ushbu qonunning ijrosini ta'minlash bo'yicha Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limida xalqimiz va chet el fuqarolarining yashash manzillari va turar joylari bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Siz ham ushbu masalalar bo'yicha o'z hududingizdagi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Aks holda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar 10 ish kuni mobaynida doimiy yoki turgan joyi bo'yicha hisobdan o'tmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddaning belgilangan qismlari bo'yicha jarimaga tortiladilar. Qonunchilikka oid eng so'nggi yangiliklar uchun Protsessga obuna bo'ling.